Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mambet va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men bugungi videoda qilmoqchi bo'lgan ishlarimdan biri shuki, albatta, avvalgi videodan kelib chiqqan holda bizni uyimizni tushunarsiz nimaga tiqilib qoldim. Yo'q, shunchalik semirib ketyapmanmi? Oy, yo'q, endi qiyshayib chiqishim to'g'ri keladi. Salom qo'shni. Salom. Kecha men bir narsaga guvoh bo'ldim. Nimaga? Merchi, ha, kecha qayoqqadir ketayotgan edi. Qayoqqadir ketayotgan edi. Nima qilib tushunga? Bilmadim, juda ham shubhali edi. Qo'lda katta xaltasi ham bor edi. Qonli. Ha, tushunursin. Balki uni kuzatarmiz bugun kechasi. Bugun kechasi, ha, u har kuni chiqyapti. Har kuni? Ha, bir necha marta ko'rdim. Tushunursin. Bilmadim nima deyishni ham. Menda deyarli hozir hech narsa yo'q. Bir ikkita ishlarimni qilib kelay, keyin gaplashamiz. Aha. Tushunursin do'stlar, mer kechalari qayoqqa ketayotgan bo'lishi mumkin a? O'ylab ko'rish kerak, yana qo'lda qonli qizil xalta bilan. Bilmadim, yaqinda yangi yil balki. Ha, yo'q do'stlar, har doim 1-2 marta bo'lsa ham mayli edi. Bu reja aytayaptiki, bir necha marta ko'rdim deb. Bu yerda boshqa bir gap bor va to'g'ri, merni kuzatishimizga to'g'ri keladi keladi shekilli kechasi. Mayli, men qarshi emasman do'stlar shpionlik o'yinlariga va ko'ramiz qani mer qayoqqa ketayotgan ekan. Lekin ungacha esa men albatta o'zimning uyimni remontini qilishim kerak, chunki avvalgi videoda ko'rganlar bo'lsa kerak, men uyimni dabdalasi chiqib yotibdi, chunki arzon uy oldim. U yerdan skelet chiqdi, u skeletni yashirishga to'g'ri keldi va shunga o'xshash ko'p bosh og'riqlar va endi mana u yerni remont qilishimiz kerak. Ammo mer masalasi meni hali ham hayratga solyapti. Kechasi mer nima uchun chiqishi mumkin? Ha, mayli ertalab bo'lsa qo'liga biror nima olib chiqib ketishi mumkin boshqa qishloqqa yoki o'zimizning qishloq ichida jitellarning yoniga, lekin kechasi qo'lda qon bilan qop yo'q, balki maniakdir, bo'lishi mumkin. O'ylab ko'rish kerak bu haqida ham. Ha, lekin bilmadim. Hozir mana bu yerdan kovlab chiqay. Ozgina tosh olamiz. Shu bilan uyni remont qilishga yetsa bo'lgani. Kechqurun esa merni kuzatishga boramiz. Albatta, vaqtimiz yetsa videoni oxirigacha. Shuning uchun ham do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Bugun merni kuzatishga chiqishimiz mumkin. Tak, bu yerdan o'tishdan avval yana kelinglar, ozgina tosh olib olaman. Va mana shunchasi o'ylashimcha yetsa kerak va bu yerda buni qaranglar, juda ham chiroyli xona paydo bo'ldi. Hattoki istasak bemalol bu yerda baza qurishimiz ham mumkin bo'ladi. O'ylab ko'ringlar do'stlar, bu yomon ideya emas. Tak, endi bu yerdan qanday chiqsam ekan? Tepadagi yerni olib tashlayman. Asosiysi hammasi o'pirilib tushmasa bo'lgani. Hozir borib qo'shnimga aytaman, balki men bilan birgalikda baza qurishga bu yerda nima desam ekan, rozi bo'lar. Oppa, olma qo'shniga olib borishimiz mumkin. Unga kichkinagina sovg'a sifatida va mana daraxtni ham ekib qo'yamiz, ko'chatini. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi esa qishloqqa qaytishimiz mumkin. Ammo ana bu savolga hali ham javobni albatta topa olmaymiz. Kechqurun kuzatishga bormaguncha bu nima bo'ldi? Hammayli kelinglar, yordam berib almashtirib ketamiz. Bizdan hech nima ketmadi. Qo'shni, ha, xullas mayli, kechqurun umarni kuzatishga boramiz. Qoyil. Bo'pti, senga sovg'a, men ketdim. Ha, rahmat. Sen meni o'tgan safargidek uyg'otdi, faqat aytgancha ana u yerda bor-ku. Xo'sh, men bir g'or kovladim, o'sha yerda baza qurishimiz mumkin. Davay, zo'r bo'ladi. Aha, qachon? Farqi yo'q. Bo'pti, unda merni ishini hal qilaylik, keyin baza quramiz, xo'pmi? Xo'p, qancha katta? Juda ham katta g'or. Qoyil. Bo'ldi do'stlar, endi esa uyimizni remontini boshlaymiz. Keyin esa albatta sirli joy quramiz. Ana u yerdagi o'zimizga yoqqan g'or ichidan. Anaroq yerda g'or yo'q edi, o'zimiz kovlab oldik va yomon chiqmas, sizlarga aytsam, kattagina joy yerda pul yashirish mumkin, yana o'zimiz yashirinishimiz mumkin. Politsiyadan masalan, yo'q, lekin politsiyadan yashirinadigan ish qilmaymiz. Bu aniq do'stlar, bu qishloqda men yaxshigina tinchgina yashamoqchiman va keyinchalik agar pulimiz ko'paysa, yaxshiroq rayonga ko'chib o'tamiz. Bu rayonning ismi Marazlar rayoni ekan va biz ham endi Marazlar qatoridamiz. Ammo yomonlik qilmaymiz do'stlar. Biz juda ham yaxshi odam sifatida bu yerda yashashimiz kerak. Ha, xuddi shunday va uyimizni ham chiroyli qilib remont qilamiz. Bizda bu rayondagi eng chiroyli, eng zo'r uy bo'ladi va uni kattaroq qilib quramiz. Mana bunday qilsam, yaxshi-ku, lekin tashqaridan ozgina yog'ochni yo'nish kerak, chunki juda ham katta bo'lib mana bu yerga chiqib qolyapti eshikdan xunuk qilib. Xo'sh, bu yerda maxsus ustalar bo'lsa kerak, duradgorlar buni to'g'rilay oladigan. Yog'ochni chunki ancha-muncha yo'nib tashlashga to'g'ri keladi. Tak, bilmasam. Qo'shni, ha, bizda duradgor yog'och bilan ishlaydigan odamlar bormi? Bor, bir ikkitasini nomerini beraymi? Bersang yaxshi bo'lardi. Xo'sh, yozib ol. Usta, mana bu boshqa gap. Sizga katta rahmat. Arzimaydi, yana chaqirib turing. Albatta, mayli, men ketdim unda. Aha, mayli, sog' bo'ling. Bo'pti. Yaxshi usta ekan, lekin senga aytdim-ku, tanishim, juda ham zo'r qo'ligul. Ha, to'g'ri. O'zimga zaborni yangilashga ham chaqirishim mumkin, o'ylashimcha. Ha, qilib bera oladi. Qo'yil, mana bu yerda endi juda ham katta
koridor bor, anaga kiradigan va xonani o'zi ham katta bo'ldi. Men nima qilsam ekan? Tak, menda instrumentlar va yog'ochlar bor. Anavi uyingni yonidagi nima qilmoqchisan? Nimani? Nakovальnyani. Hozir ko'ramiz. Tak. Bu yerda yana joy juda ham kam. Mana bu yog'ochlarni o'rniga endi biz toshlarni almashtirishni boshlaymiz. Mana bu yerda ham toshlar xunuk bo'lib yotibdi. Ularni olib tashlamasak bo'lmaydi. O't bosib ketgan. Hammasi zax bosgan, o't bosgan, nam tufayli o'tlab ketgan. Bularni hammasini almashtiramiz albatta va bo'ldi. Deyarli hammasi o'z holicha chiroyli, juda ham zo'r bo'ldi. Yaxshi, polni tuzatdik. Mana bu yerni tuzatishimiz kerak. Yaxshi, almashtirdik. Eshik buzilib ketdi. Okey. Va mana buni aytyapsanmi? Ha, nakovальnyani. Bilmasam, buni sotishning iloji bormi? Ha, qishloqning bir chetida temirxona bor. Okey. Tak. Yana nimani almashtirsak bo'larkan? Tepasi. Ko'rmabman. Ha. Xo'sh, mana bu yerni ham almashtiramiz hozir va yog'ochlarning o'rniga toshlarni va bo'ldi. Shu bilan bo'yda bemalol yashashimiz mumkin. Ha, ko'z tegmasin, o'ying zo'r bo'ldi. Ha, seniki ham yomon emas, katta o'y. Ha, lekin meni o'yimni tagida bilasanmi nima chiqqan? Nima chiqqan? 3 ta jasad. Yo'q, Ha, bekorga marazlar rayonida ishmaydi-da. Ha, tushunarli. Jenurson do'stlar, tasavvur qilyapman, meni uyimni tagidan emas, bor yo'g'i огородdan bittagina skelet chiqdi. Shunga qancha bosh og'rig'i bo'ldi. Bu jechilnikidan esa 3 ta chiqqan ekan. Yana jasad do'stlar, bilasizlarmi? Jasadlar chiqqan. Skelet juda ham ko'p vaqtlar avval bo'lib qolib ketgan narsa, lekin jasadlar, bu yomon. Ha, mayli, lekin jechilni o'zini qamab qo'yishmabdi. Demak, u qilmagan. Bo'ldi, bu taraflar ham toza turibdi. Endi bemalol ichkariga kirsak bo'ladi. Ha, do'stlar, mana bu juda ham zo'r o'y bo'ldi. Xo'sh, qo'shnim hasad qilayotgan bo'lsa kerak, lekin umid qilamanki, u meni chin do'stim va hasad qilmaydi. Tak, bo'ldi. Bu yerga endi mebellarni olib kelishimiz kerak. Faqatgina men zakaz bergan mebellarni olib kelishibdimikan? Hozir shuni ham aniqlashtirib kelamiz. Ungacha esa verstak yasashimiz kerak va albatta sandiqlar ham, chunki sandiqlarsiz bo'lmaydi. Mana bu qolib ketgan yog'ochlardan hammasini yasab olamiz. Как раз yetyapti, qo'yil va bu tarafiga ozgina yetmay qoldi. Okey, mayli, bunisini qo'shib yuboramiz va bo'ldi. Hammasi o'z holicha endi bizga qo'l keladi. Qo'yil, mana ikkitalik katta sandig'imiz bor bu yerda. Endi esa mebellarni olib kelaman. Tak, jisni qilib turibdi. Kechqurunga, yo'q, mayli, aytmay qo'y. Nima? Hech nima. Tak, mana hoy, janob. Oppa, kelibdi narsalarim. Bo'ldi. Hozir pullarimni olib kelaman va sotib olishimiz kerak bularning hammasini. Nima kelibdi? Mebellar, qo'yil. Tak, hozir bu yerda bo'lishi kerak edi. Tak, pullarni olamiz va bo'ldi. Yo'q, ortiqcha olib bordim, chunki 200 ga kelishgan edik. Bo'ldi, endi borib olib kelamiz. Omad, rahmat. Tak, do'stlar, zo'r bo'ldi. Mebellarimiz kelgani, chunki endi mana pulni olib keldim. Oling. Tushunarsiz do'stlar, menimcha bu mebelchi kundan kunga qarib boryapti, ovozi ham o'zgaryapti. Uzr, pullar. Yo'q, do'stlar. Qo'shni, nimaga mana bu mebelchi baqirib yotibdi? Nima deb? Ha, deydi. Qarib ketyapti. Tushunarsiz. Mana shularni oldim. Qo'yil, kiyimingga mos ekan. Shuda menga qizil rang yoqadi. Negadir lampa ishlamayapti. Yorug'ku hali. To'g'ri. Mayli, bo'lmasa uyga olib ketay. Bo'pti. Mayli, xayr. Yaxshi do'stlar, endi bilasizlar, ertalab beri ishlayverib uyqularim kelib ketdi. Hozir bularni qo'yaman-da, uxlashga yotaman. Qizil divan, qizil chiroq, hammasi qizil. Kiyimim ham qizil. Qo'yil, bu yer oshxona uchun, bu yer esa tepa qolib ketibdi-ku. Yo'q, jenursin. Mana bu yerlar xunuk. Aytdim, qayerdan suv oqyapti desam, bularni hammasini almashtirishimiz kerak. Bo'ldi. Tak va yaxshi. Qo'yil do'stlar, mana bu uy boshqa gap. Mana bu yerda bemalol yashashimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, jitel, men dam olaman. Endi esa do'stlar meni kechqurun chaqiradi degan umiddaman. Shunda biz kuzatishimiz mumkin bo'ladi merni. Nima ishlar Sog' bo'l. Rahmat. Bo'ldi, endi dam olsam bo'ladi. Hammasi chiroyli, uyimizga gap yo'q. Ha, do'stlar, tak, narsalarni ham olib o'tib qo'yishimiz kerak, chunki men narsalarim bu yerda turishini xohlamayman. Sandiqni ichiga olganimiz ma'qul. Xolodilnikni ichida saqlash o'z holiga qoldiramiz. Xolodilnikni o'z holiga qoldirib ichiga saqlamaymiz va bu yerga ham mana tak, bu bilmadim nimaga kerak. Matiga menimcha fermerlarniki, men esa fermer emasman. Bo'ldi. Endi esa bemalol, hoy qo'shni. Chaqirarsan-a? Mana buni qayerga olib borsam bo'ladi? Temirchi deyotganding. Qishloqni chap tarafida. Okey, hozir. Xo'sh, bu yerda menda kirka qani? Mana oldim.
Okey, chap tarafda qayerda? Xullas ana kutubxona bor-ku. Ha, ana shuni chap tarafida. Chap taraf. Okey, tushunarli. O'sha yerda qanaqangi uy? Axlatxona yonida. Axlatxona yonida. Ha, ikkitalik uy. Ikkitalik uy. Tushunarsiz, hammasi tushunarsiz. Tak, kutubxona mana rostdan ham chap tarafda ekan, faqatgina jitel tarafidan shuni hisobga olish kerak va qani ikkitalik uy. Mana bu yo'q, bu qanaqadir. Mana bu bo'lsa kerak, ikkitalik uy. Okey, hoy, kimdir bormi? Odamlar, ha mayli, shu yerda qoldirib ketsam, hech kim o'g'irlab ketmasa, yo'q, bu axlatxona. Tushunarsiz, mayli, mana bu yerda qoldiraman. Bo'ldi, mana shu yerda tura qolsin. Men esa shunchaki bu yerdan tuyog'imni shiq o'zimizni marrazlar rayonimizga tushunarsin. Borgim ham kelmay qoldi. Aytgancha mer nima qilyapti ekan? Bir kuzatamizmi? Mer bilan meni umuman ishim yo'q. Tak, qani yaqinlashtirib ko'rishimiz kerak. Hoppa. Va turibdi o'sha yerda toji ko'rinyapti. Tushunarsin, bu mermi, qurolmi bilmadim, nima uchun toj kiyib yuradi. Ha mayli, kechqurun bo'laversin, ko'ramiz. Xo'sh, qo'shnim sherdami? Xo'sh, qo'shni nima qilamiz? Endi uni kuzatishga chiqamiz. Faqat keyingi videoda, chunki 10 daqiqadan oshdi. Jinursin, ish bilan bo'lib unutmizga. Ha mayli. Yo'ma-yo, hozir damni olay, sirazu keyingi videoda uni Umarning ortidan chiqamiz unda. Do'stlar, Umarning siriga qiziqayotgan bo'lsangiz kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Vivo X300 telefonini sotib olinglar.